Assalamu alaikum hurmatly Qirg'izalim. Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin, uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli Qirg'izalim, men hozir da'vat turali kichkina so'zlayin. Da'vat bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning malında payg'ambarlikqa kelgandan boshlab da'vat boshlandi. 23 yil da'vat qilib Muhammad sallallohu alayhi vasallam bütün dünya yüzün hazırkı İslam mamleketin oşunun negizinde Müslüman buluştu. Da'vat bu yaxshilikqa chiqaruv, yomonlikdan qaytaruv deganni bilgizadi. Da'vat desalar bizning atqamneliler, geyir adamlarimiz da'vatni jek ko'rishadi. Da'vat degan bu biz baldarimizda, tuğan urug'larimizda, aka-ukalarimizda anday qilba, jamon bo'ladi, bunday jur, yaxshi jur, birovga ziyon keltirba degandan o'zida bu da'vat. Da'vat desalar bir jaqdan kelgan söz, bir bölük söz öyle bölük bir nerseni elestetemiz da onday emas. Da'vat yaxshilikqa chiqaruv, yomonlikdan qaytaruv. Kimde-kim da'vatga qarshi ish qilsa, al yaxshilikni narsa ko'rmaydi tuğanlar. Da'vatga hech qachon asıl bog'la. Da'vatda da'vatchilarni sizlardan pul so'raydi, aqcha so'radi. Men hech yerdan ko'rgan emasman, o'qillikman. Da'vatchi birovdan aqcha so'rabdir degandi. Da'vat qanchalagan baldarimiz mechit to'lib ketadi. Cuma namazlarımızda qaysi mechit bo'lsin, jashlarimiz to'lib ketgan. O'sha da'vatning sebebinden bo'ldi. Xudo xolasa. Murunqi zamonda 4 adam namoz o'qisa, 4 adam bilan yuravergan. O'sha mechit yo'q. Mechit bo'lganda 4-5 adam o'sha oqsoqollar imom bo'lib. Buna da'vat keldi, hozir jash bolalar ko'paydi. Da'vat o'sha mechitga borolmayotganlar ilgariki sayizdan nonini jeb qolgan odamlarimiz dag'ili mechitga borolmaymiz. Chuvaga aytadi, qancha so'zingdili da'vatga chiqishing kerak. Da'vatga borib kel degan so'zlarni aytadi. Da'vat degan bu odamni yaxshilikqa chiqaradi, yomonlikdan qaytaradi. İchib yurganlar alkashlar da'vatga borib qancha odamlar o'ng'ilib o'tadi, qancha odamlar o'zining turmushini o'ng'ilib o'tadi. Ajrashib ketganlar qayta jarashib o'tishadi. Shu da'vatga borgandan sebebinden da'vat ulug' yo'l. Da'vat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'li, eng ulug' yo'l da'vat. Da'vat bilan hech qachon tuğanlar da'vatga asıl bog'lan. Da'vatni yaxshi ko'rmayincha, da'vatga chiqmayincha biz o'ng'ilboymiz. Da'vatga chiqishimiz kerak. Da'vatchilarni yaxshi ko'rishimiz kerak. Da'vatchilar bor, shu zamonimiz yaxshi turadi. Da'vatchilar qancha da'vatga chiqasin, duosi da'vatga chiqib duo qilsang duoң tuz tiyet, Xudo xolasa. O'shani bir bilib qo'yinglar. Da'vatda yillab qanchalagan da'vatchilar yurishadi. O'shalardan negizidan olam yaxshi, o'sha islom mamlakati bo'lib, Qirg'iziston hozir dunyoda birinchilardan bo'lib, shu eng dinga yaqin mamlakat birilar o'sha Qirg'izistonda.
dinimiz erkinlik, din erkinligi жақшы. Şu bizden de Kırgızstan. Davetçiler bütün dünya yüzünde жақшы işlerde alıp barışda. Şunun için hurmatlı tuğanlar, hurmatlı aka-ukalar, davetke asıl bağla. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu.